Ata-analari Xitoy doiralari tarafidan yig'ilish lagerlari qamalgan Uyg'ur va qozoq bolalar tutib turilayotgan lagerlarning ko'rinishlari o'tirg'a chiqdi. Bu markazlarda butun kun qattiq bexatarlik tadbirlari ostida faqat Xitoy tili o'rgatiladigan bo'lib, bolalarning tashqi dunyo bilan bo'lgan aloqasi butunlay uzilgan. Shuning bilan birga atrofi egiz samlar va tikanlik simlar bilan qurshab qamal qilingan. İslam Cemiyeti Milliy Qarash Tashkiloti tarafidan Yevropaning nurg'un shahrida Sharqiy Turkiston uchun uyg'onish yig'inlari o'tkazildi. Bu faoliyatlar Sharqiy Turkiston uchun tirishish, insoniyat uchun tirilish shiori ostida Yevropadagi nurg'un shahrda o'tkazildi. Bugundan boshlab bu faoliyatda duo qilish, maktub yozish qatorli usullar orqali kishilarni zulmga qarshi uyg'otish maqsad qilindi. Alma şirketining bir Xitoy xodimi josuslik bilan ayblandi. Amerika Federatsiya tekshirish idorasi boshlagan tekshirishda Alma şirketining Xitoy xodimi qo'lga olindi. Federatsiya tekshirish idorasi bu Xitoy xodimining Alma şirketining avtomatik mashinaga doir maxfiy uchurlarni o'g'irlaganlik haqida tekshirish boshladi. Malayziya hukumati Xitoy şirketiga huddiga berilgan 20 milliard dollarlik temir yo'li qurilishini o'tgan yili vaqtliq to'xtatgan bo'lib, yaqinda amaldan qoldirganligini jakar qilgan edi. Xitoyning qurish chiqimlarini yerimga tushirish haqida Malayziyaga yangi taklif berganligi o'tirg'a chiqdi. Doirlar Xitoy şirketining taklifiga qarta Malayziya hukumatining qurilish turini amaldan qoldirishga moyil ekanligini, Bosh ministr Mahathir Mohamadning qurilishni yangidan ko'zdan kechirish yoki to'xtatish haqida teg'i ifoda bildirmaganligini oshkorladi. Yevropa parlamenti Venezuelada o'zini vaqtliq prezident deb e'lon qilgan o'qituvchi rahbar Guaidoni e'tirof qilish qarori chiqardi. Tönögün Brüssel'da o'tkazilgan Venezuela vaziyati nomli yig'inda a'zo davlatlar bu Latin Amerikasi davlatidagi yangi vaziyatga qarab chiqqan edi. Bugun qaror loyihasi ma'qullandi. Loyihada navbatdagi hukumat kishilik huquq tajovuzchilarini tezdan to'xtatish kerak deb chaqiriq qilindi.